Assalomu alaykum hammaga, kanalimiz a'zolari mehmonlariga. Xudo xolasa hozir Chuquronni 4-bo'limiga o'rnatib bergan, stanok o'rnatib bergan joyimizga volimiz tushib kirdik do'stlar. Akalarimiz kecha-kechbat ikkinchi оборотini qo'yib qo'yishgan ekan. Hozir endi g'ishtlari olinadigan holatga kelibdi. Endi buni qoliplarni yechib olishgan. Hozir ishga bolalar endi kelishyapti. Telefonlashib gaplashib, sexlarga kirib video qilib olaylik deb. Akalarimizga 12 talik qoliplarimizdan berganmiz do'stlar, ko'rishinglar mumkin. Mana operator yaqinroqdan oling. Orasida listlari bor. Har 20 santimetrga list solib ketilgan ichlariga. Boshida akalarimiz boshlashganda 4 dona qolipi bilan boshlashgan. 4 dona qolipi bilan. Hozirgi kunda mana o'sha 8 ta qolip ishlatishyapti akalarimiz. Zakaslari ko'payganiga qarab qoliplar qo'shib o'sha 8 ta qolip ishlashyapti akalarimiz. Bu akalarimizga mishalga berganmiz, yarim kubalik. Suv yo'ngichlarni berganmiz, shablon bochkalar, suv nasoslari. Bularni gradusda hamma narsasi ko'rsatib turadi. Bu ishga tayyor qilib, suvlarigacha zapravkalarni qilib qo'yishdi akalarimiz. Bu yerga o'zlariga katyol moslashdi. Suvda isitgan do'stlar. Ko'mir hokasiga yonadigan qilib tayyorlashdi. Yo'ldan chiqqan salom suvni ichkari yaxshi kerakli gradusda tashlab berib turadi do'stlar. Bu yerda qoliplarimiz tepasini tekisdagan bitta arra qo'shib berganmiz. Bu arra o'sha tepasidagi oshcha rastvori olib tashlagan ishlaydi xolos bu arralarimiz. Hali ikkita degan shakllarimiz bor. Telefon so'rab turishdi orada. Bu qolib bo'lmasa ekan, qo'ymasa ekan degan akalarimiz yana maxsus. Bu akalarimiz ish boshlaganiga 1 oy bo'ldi. O'sha 3000 ta osh atrofida g'isht sotishdi. 4 dona qolipda boshlashganda, dariga 4 ta qolip endi qo'shganiga 1 hafta bo'ldi. 1 hafta 10 kun bo'lib qoldi. Ob'yomlari ancha yaxshi hozirgi kunda. Bunda erta turib kuyib turib, obeddan 4-5 ta yechib olib turib, kechki smenga yana bitta kuyib qo'yishgan. 7-8 gacha yana bir marta quyilgan. O'sha g'ishtlar mana mahsulotlar kechroq tepasini kesib olib qo'yilgan bo'ldi. Qolgani hammasi razmerga tayyor kesilgan holatda turibdi. Do'stlar. Degan fikrlar ham borda, qorin qo'yib yuboradi, boshqa qo'yadi degan akalarimizga millimetrgacha hamma joy-joyda turibdi do'stlar. Sol razmer o'zgarganda akalarimiz aytishardi biroz. Olplarimiz albatta yamalmaydi, taylarni rastor oqmaydigan holatda tayyorlangan. 12 talikda bitta savollar kelib tushdi orada. Rastor ko'tariladimi degan savollar kelib tushdi. Bu qolipda menimcha shu 2026-yilda o'zida 1 oyda ichida adashmasam 12 taga yaqin sex qo'yib berdik bunaqa sexdan. Eng ko'p olingan qolip 20 talikgacha olingan qolip. 20 tadan 25 tadan qilib qoliplarni olishyapti. Xotirjam hali hech ikkilanmasdan zakaz berishinglar mumkin. Orasiga list tushadigan 12 talik qoliplarga. Bunga reska ham shart emas. Keyin nima desam bo'ladi? 8 ta 10 ta qolip bo'lsa, birdan odam bo'lsa bemalol o'sib ketib ishlaydi. Shalkada rasvor tayyorlab kelib quyib qo'yadi. Quygandan keyin tepasini olib tashlab turib, bir kishi o'z bemalol yechib tahlil oladi buni. Chunki listlar tushgan sababli buni hali reskada kesib, boshqa qilib reskani aqolishi, baqa qo'yishi yoki avtomat reska qo'yib, listning ostiga katta rasvor qo'yish shart emas do'stlar. Kimga qanaqa turdan kerak bo'lsa, zakazlarga zakaz bo'yicha tayyorlab beramiz. Bularimizni shu boshlang'ichlar 2 dona qolipi, 2 ta qolipi, mishal gaz, suv bochkasi, shablon bochkalar, suv nasoslarni $1500 boshlanadi do'stlar. Vodiy ichiga dastavka besplatniy, ustanovkasi bilan. Voha tomonlarga kelishilgan holatda. Dastavkasini qilib beramiz, ustanovkasi kelishilgan holatda. Yo'q, olib borib unda ishga tushirib berish kerak bo'ladigan bo'lsa, voha tomonlarga $100, $150 atrofida qo'shiladi, $1,500, $1600, $1650 borib qoladi. Berib olam, yo'q yutadigan bo'lsa. Voha tomonga eng oxiri qo'yganmiz, Sirdaryoga qo'ydik, Xorazm, Xiva shahriga bitta qo'ydik. Yaqinda qo'yib keldik ularni ham. Shu ichiga list tushadigan holatda kelamiz olishga. G'ishtlarni ham bir qator sifatini ko'rsatib o'tamiz. G'ishtlar ham 26-60 razmerda. Kachsivasini ko'rib qo'yasizlar endi. Avtomat reska bunaqa kasbida chiqara olmaydi. Yo'llarni qator ko'rsatib o'tamiz.
pufakchalari ham mana bir xilda bo'lgan. Yon tomonlarniki. Burchaklar ham ideal darajada. Hali valna, perikoz holatlari yo'q. Ana orqa zaylarni kuzatib o'ting. Bu akalarimiz mana tepasidan chiqarib olib tashlagan отходlarni hali ba'zi joylarda sexda ko'rsanglar kamazlab uyun qilib to'plab tashlaydi. Bu akalarimiz o'sha har rastvor tayyorlaganda shuni kichkina plastmassa paqirda, panda paqir deb qo'yadi. O'shanda 3 tadan tashlab ichiga chiqarib olishyapti. Sinovdan ham o'tkazib ko'rishgan, boshqasini ham ko'rishgan. Hech qanaqa bir ziyon tomoni yo'q. Отходni o'ziga qaytarib qo'shib ishlab chiqarsa bo'ladi do'stlar. Bezatxodniy biznes deb shunga aytiladi yaza bo'ladi. Mana bu yoqlarda ham turibdi. Kunlik 2 obrot chiqadi. Unaqa oshishda taxlangan qish yo'q. Bo'lsa shu yerda o'shda turgan bo'lsa 250 dona qish turibdi xolos do'stlar. 250 dona. Qoliplarga xudo xolasa garantiyalarni qilib berganmiz. Rastvor, pastvor oqib yoki shpakilovkada yamalib, bunaqa narsalar yo'q do'stlar. Hech ikkilanmasdan, cho'chmasdan bu biznesni boshlayman degan akalarimiz bemalol aloqaga chiqib ko'ringlar. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha yo'lga qo'yib yurgizib berishga harakat qilamiz. Qolipdan o'sha chiqqaniga klienti bor akalarimizni. Hop, 450 marka sementda Reko sement ishlatishyapti ekan. 450 marka. 110 kilo sementdan quyishyapti. 110 kilo sement 100 kilo qumga quyishyapti beta qolipiga. Ximikatlar degan akalarimiz, ximikatlar ham bunaqa murakkab muammo narsa emas. Ana shunday idishlarda keladi ximikatlar ham. 35 kilolik bo'ladi. Alyuminiy pudralar. Kavush sodalar kichkina shakar qopga o'xshagan qopda keladi. Kavush soda. Alyuminiy pudrani o'zida ham quyib chiqarishyapti hozir ko'p yerda. Sodani foyda ziyon tomoni yo'q. Qo'shsa ham bo'laveradi. Agar qo'shmasa ham 100 mashg'ulotda chiqib kelaveradi do'stlar. Mishalkamiz 224 ga moslaganmiz akamizga. 224 ga moslashtirib berganmiz shaklarimizni. Suv bochkamizni 1 tonnalik berganmiz. Undan so'zlarni shablon bochkamiz 110 litrlik. Xudo xolasa bu stanovlarimizni dastavkalarni aytib o'tdik. O'zbekistonning 12 ta viloyatiga dastavka besplatni. Qo'shni davlatlarga Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Esenga bo'ylab aloqaga chiqaverasizlar. Qo'shni davlatlarga shu servis kargo orqali o'tkazib beramiz. O'rgatish, ustanovkasini o'zlari qiladi. Buni retseptini berish besplatni holatda beriladi. Kimga shunaqa stanovlar kerak bo'lsa, shu ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa shu biznesga qiziqib yurgan akalarimiz bo'lsa, hech ikkilanmasdan bemalol aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Faqatgina stanovga olishda adashmasanglar bo'ldi. Hozir 1500 dollarga 3 tadan kelyapti. 3 tagacha qolipini qo'shib berishyapti. 3 ta qolip qo'shib berishyapti. U puliga yarasha qo'shiladi. Hamma joyda 1,5 ming dollar 2 dona qolib berilyapti. 2 dona qolib beriladi bizda ham. 2 dona qolib. 3 tadan qolib beryapti turgan joylar bor. Hammasi o'sha puliga yarasha ishlaydi. Misoldan stanovga olgandan keyin bu stanovda to pulini oqlab foydaga kirgungacha stanovdan bir yerdan xudo xolasa hali kamchilik boshqa narsa chiqqani yo'q. Ularga javobini beramiz xudo xolasa. Motorlarimiz 1 yilga servis xizmati garantiya bor. Motorlarimiz ham alyumin emas, mis atmotga bo'ladi. Mis motorlik garantiyasi bilan olamiz o'zimiz, garantiyasi bilan beramiz do'stlar. Sizdan like tugmasini bosib do'stlar, shu biznesga qiziqib yurgan oshnamoylar bo'lsa, videoda shunday tirs otib qo'yish esdan chiqmasin. Xudo xolasa keyingi videolarimizda qaysi viloyatga, qaysi tomonga stanovlar chiqaryapmiz, ularning videolarini olib chiqarib olishga harakat qilamiz. Sizdan like bosib, kanalga yozib qo'yish esdan chiqmasin.